Hayırlı hangdaydı? Şimdi to'g'rilayin. Qayoqqa borasan sen tushib? Mana shu narsalarimni, uskunalarimni bir yangilamasam olmaydiganga o'xshaydi. Mayli. Boshlagan kuningiz xayrli bo'lsin hammangizga. Tongingiz, kuningiz umumiyatdan xayrli bo'lsin deyman. Shunday qarangchi. Bu bo'lmadi, bu boshqatdan nima qilamiz? Menimcha buni o'chiramiz endi. Translyatsiya ketyaptimi, yo'qmi ko'raylik. Tamam, boshqatdan ochdik-ku, nima muammo endi? Hop, mana bu. Bor ekan mana. Ovoz bormi? Ovoz yaxshi menimcha. Ishlayaptimi? Ekranni to'g'rilab oldim. Mana shu muzika sesini ham o'chirib qo'ya qolayin. Ishlayaptimi? Shunday qolsin, bu ishlayotgan bo'lsa. Hammaga xayrli tong tiladik. Endi amr ma'ruflarga xush kelibsizlar. Sababi savob bu eng kattasi mana shu joyda, bilganlar uchun. Bilmaganlar uchun endi nima deymiz? Majburlash yo'q. Ammo savob istagan inson uchun bu yerda juda katta qop savob bor. Olib ketadi foydani. Ziyon bo'lmaydi. Sababi nima deydi? Foydali ishga qo'l uradigan, jur'at qiladigan kam sonlidir. Har nimada. Har davrda shunday bo'lgan. O'shaning uchun nima deymiz? Foydali ishga sizda hissa qo'shsangiz, bu hammamiz uchun yaxshi bo'lg'usidir. Mavzuni nimaga yo'qotib qoldi bu? Tushunmadim. Qotmayaptimi ish qilib? Mavzuni savol bermaydigan jamiyat yoki savol berdirilmaydigan jamiyat. Bu misol uchun insonlar savol bermaydi deb ayblamoqchi emasman. Aslida savol berildirilmaydigan jamiyatda yodlatiladi. Ya'ni yodlatish bahs munozara bilan ta'limdan shakllantirmaydi yoki universitetdan yoki misol uchun jomingizdan minbarlar ko'plar bilasiz. Bahs munozaralarga chorlamaydi. Misol uchun ta'limda Yevropada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, xohlagan Koreya, Yaponiya har doim bahs munozaralar uchun ochiq. Ya'ni o'qituvchilar toqatli. Bu yerda shunday kelyapti. Oldin ular ham toqatli bo'lmagan. Buni ham aytish kerak. Hech bir jamiyatda hech qachon o'zidan o'zi bir yaxshi gullik gulistonlik bo'lmaydi. Ular ham toqatli bo'lmagan, ammo jamiyatni qutqaruvchi yo'l bu ekanligini bosqichma-bosqich Yaponiyasida, Koreyasida, hammasi Yevropasida Gitlerdan keyin buni anglab yetdi, tushunib yetdi. Sovetlar yo'q. Sovetlar temir qafas bilan o'rab oldi. Temir qafas bilan nafaqat chegaralar o'raldi, ya'ni temir qafas deyilgan. Ong zehniyat da o'raldi. Va bundan mustaqil bo'lgandan keyin umidlar bo'lgan, tabiiyki bizning otalarimizda bo'lgan bu umidlar, ammo umidlarni yakson qilishdi, parchalashdi. Bu umid, orzu, ro'yobga amalga oshmadi. Zehniyat va o'sha temir panjarani bu joyga joylashdi. Ya'ni bu yerga joylashdi. Bu Sovet davrida aqlsizmi odamlar edi? Yo'q. Sovet u qafasda ham aqlli, idrokli, tushungan odamlar bu ishni amalga oshirdi. Boshqa davlatlar bu zehniyatdagi panjarani yo'qotdi ta'limida, bosqichma-bosqich. Koreya zo'r osilib Janubiy Koreya bunga erishdi. Ya'ni u ham
90-yillardan keyin o'zini mana shu ochiqlik, yoshlar yoki demokratiya deylik tushunchasiga to'liq o'ta oldi. Hammasi bosqichma-bosqich, ammo biz qolib ketdik. Misol uchun hozir bu kunda hech kim tushunmaydiki, bu nima eng yomon narsada, eng yomoni nomavhumlik. Bir tizimni nomavhum bo'lganligi. Ne demokratiya desa, gapirsam, ya'ni gapirsang maktabdan yoki universitetdan o'tir joyingga deydi. Hamma ya'ni shunaqada o'tir. Bo'g'ishlik bor, toqatsizlik bor. Yoshlarda esa puli bor, kuchi bor, zo'ravonlar, ya'ni ularda toqatsiz. Uni ham aytib o'tish kerak, yoshlar ham emas. Ya'ni ular ham ko'ndalang qo'ygani bor. Ta'limiga, yosh kattasiga, qonuniga. Ya'ni buni ko'rayotgan jamiyat garangda, bu nima o'zi bu deydi. Nima deydi? Bu yerdagi qonuniyat nima? Ya'ni mana shu joyda biz juda nimaga tushdik, tuzoqqa tushdik. Nada demokratiya deya olamiz, nada kommunizm deya olamiz. Ya'ni zehniyat esa maktabdan, universitetdan o'shanday qoliplanyapti. Dunyo 4-3 texnologiyaga o'tyapti. Biz esa bu sukunatga cho'mgan yolg'on axborotlar va manipulyatsiyalarga berilgan holatda savol bera olmaslik, yodlatishlik, bahs munozaraga toqatsizlik ila jamiyatga nima deyapmiz? Lozunglar beryapmiz. Osmon musaffo, yoshlar kelajak, yoshlarimiz kelajak qo'lida va yana vasaira turkcha aytganda, ya'ni mana shunaqa lozunglar, ammo ko'ryapti vatanimiz muqaddas, bizni ko'ra olmaydi, tashqi dushmanlar, ichki dushmanlar, soqolli dushmanlar, soqolsiz dushmanlar. Endi buni bu yerda bir avlod yetishdi. Garang. Orada din bilan soqolli dushmanlar deyapti, kapitalizm ishi, kommunist bo'lgan toifa deyapti ichimizdagi. Mana Sovetdan ajrab nima bo'ldik? Sotsializm eng zo'r edi deyapti, kapitalizm shunday bo'ladi deyapti. Kapitalizm davlatlari esa erkin fikr, ya'ni 100%lik emas, ya'ni erkin fikr va buni moderna qilish bilan, jamiyat bilan davlat o'rtasidagi muloqotlar joyida, universitetlar, boshqasi bular rivojlanishda-da. Bu yerdagi yoshlar voy qaysi biz qanday tizimdamiz deb bir-biriga savol berib, avorai sarsonmas biladi tizimini. Bizda esa demokratiya ostida qilinyapti-da. Mana kapitalizm unday dushman, mana g'arb unday dushman. Tabiiyki, hech bir davlatda do'stlik bo'lmaydi, davlatlar manfaatga asoslangan. Ammo mana shunaqa o'rtada olomon paydo bo'ldi. Faqat Qur'onda Allohning kalomidan chiqdik. Bir taraf shunday deyapti-da. Mana shuni o'rtasida qolib ketib yetishgan avlod bor. Meni yetishdi. Hech buni eng yomon tarafi hech kimga ishonmaydi. Ha, like bosib qo'yamiz endi. Savob tagida, savobdan umid qilganlar menimcha like bossa, bu ham bir katta savob aytgancha. Ya'ni foydali bo'lamiz-ku, to'g'rimi? Buzuqchilik gapirmayapmiz, ya'ni e'tiroz qilguday bo'lsa-da birov. Ya'ni birovga urushga, birovga so'kishga, ya'ni bu narsalarga targ'ib qilmayapmiz. Ya'ni bu yerda foyda bor. Ha, nimaga ham hissiyot bilan ham o'ynashmayapmiz. Ya'ni hozir bunga ham to'xtalamiz. Savol bermaydigan jamiyat nima bilan boshqarilishi. Ya'ni like bosib qo'yarmizmi? Bilmadim endi like mi nima, ekran urib deydimi. Xullas. Endi bu yerda nima bo'ldi? Bu o'rtada qolgan insonlar bir-biriga ishonmaydigan darajaga bordi. Hech kim ishonmaydi hozir. Ya'ni bu bilib qilindi. Bu aqlli ravishda siyosiy metodologiya, muhandislik ishlatildi va bu amalga oshirildi. Maxfiy xizmatlar yoki bizni o'sha insonlarimiz sevib eslaydigan Sovet KGB metodologiyasidir bu. Sabab qo'rquv, yana o'sha kommunizm sarxiti bo'lgan boshqaruvdagi jamiyatdagi qo'rquv va shiorlar orqali har mahallada, har maktabda, har viloyat, tumanda
bunday insonlar bor, shiorlarga da'vat qiluvchi, yakka shaxsga hamma narsani bog'lovchi. Va shunday qilindida dohiylik unitariyaniy davlatimiz markazga kompartiya bo'lsa oldin faqat markazga hamma narsani bog'ladi. Viloyat, tuman hech narsa hal qilmaydi. İşin bitmasa markaziga borasan. Zaten markazda hal qilmaydi. Markaz hal qilmagandan keyin viloyat, tuman nimaga o'tiribdi? Ya'ni bu savollar insonlar bera oladimi? Bera olmaydi-da. Ya'ni bera olmasligi uchun har doim birinchi ishonch yo'qotilishi kerak edi, yo'qotildi. Demokratiyani ostida nimalar qilinmadi O'zbekistonda? Hozir misol uchun yangi O'zbekiston degan joyda nimalar, ya'ni oddiy bu yerda mana shu joyda hech bir qonunga zid amal ish qilmayapmiz, to'g'rimi? Biz darslik, ya'ni xuddi darslikdek buni sizga yetkazyapmiz, bu uchun buni o'rganyapmiz, do'stlar bilan muhokama qilyapmiz va siz bilan muhokamaga olib chiqdik. Ammo mana shu bizni qilayotgan yoki meni qilayotgan ishim jinoyat hisoblanadi. Misol uchun-da. Bu uchun bularda qonun osti qonunlarga berkitilgan yashirin qonunlar, ya'ni pichoqqa bilishadi. Pichoq ham o'ldirish, ham foydaga. Qonunni shunday ishlatishadi. Ya'ni bu jamiyatda, bu holatda, ya'ni shunday topa olishadi-da. Mendan bahona topmoqchi bo'lsa, shunday barmoq shunday bitta 6 sekund deydi-ku Ortiqxo'jayev. 6 sekundga bahona topishadi, ayb topishadi. Tamom. Bunaqa holatda hech kimga ishonmaydigan bo'ldi. Jamiyat mana shu ahvolga, hech kim bir-biriga ishonmaydi. Demokratiya shumi edi? Bir taraf esa demokratiyani ayblayapti, bir taraf kapitalizmni, kommunistlar sotsializmni istayapti, soqoltoylar misol uchun Qur'onni istayapti, xalifalikni. O'rtada jumbul jamoat ovozi ovora sarson. Urra patriotlar aytyapti, bizni demokratiyamiz, milliy demokratiyamiz deyapti. Mana shu joyda tutildi. Yoshlarda, yosh kattalarda nima qilishni bilmaydi. Ayb kimda? Demokratiyadami yoki kapitalizmdami? Yoki xudosizlikdami? Xudosizlik bo'lsa xudo bor deyilyapti. Jamilar ochiq, mana ro'za-i Ramazonda qo'shtira hamma ketyapti. Jumalarimizda ochiq. Gap nimada unda? Ya'ni mana sarson bo'lgan yoshlar, birikmayotgan insonlar va har doim ayb o'zgalardan qidirayotgan yoki savol bera olmayotgan. Ya'ni bu yerda ishonchsizlik yo'q, ishonch yo'q. Hukumat demokratiyani ostida, niqobini ostida ya'ni ko'rsatadiganini ko'rsatdi. Naqd senga demokratiya dedi. Biz demokratiya emasmi desa, bizni istagimizdagi demokratiya bo'ladi dedi. Hukumat nazoratni o'rnatdi. Yo'q, bu gaping bo'lmaydi. Demokratiyada erkin fikr yo'qmi? Erkin axborot izlash yo'qmi? Tafakkur, idrok yo'qmi? Buni belgilamaganmi konstitutsiya desa? Yo'q, chegaramiz bor, o'sha chegaraning ichida. Demak, bu demokratiya bo'lmaydi-da. Haqorat, o'ldirishga da'vat, radikal tushunchalar, to'g'ri, bu har joyda chegaralangan qonun bilan. Qonun boshqa demokratik davlatlarda prezidentdan da hammadan ustun, hukumatdan ustun. Qonun hamma uchun barobar. Ammo bizda qonundan ustunlar bor. Demokratiyami bu? Demokratik tamoyilmi? Yoshlar kelajak yoshlar qo'lidami? Yoshlar ham tushunmayapti. Bizni qo'limizga hech narsa kelmadi deyapti-da 35 yil ichida. Prezident har kun tanqid qiladi. Kuni kecha rektorlarni atatta qilaman dedi. Ya'ni jumbul jamoat hayron. Siz tanqidchimi, ijrochimi, hal qiluvchimi hech kim bilmayapti. Mana bu bunday tizimda hech kim savol bera olmaydi. Bu tizimni faqat hissiyotlar orqali boshqarish mumkin. Yo'naltiriladi, hissiyoti bilan o'ynashiladi. Bu yerda istagan toifaga demokratiya ayblantiriladi. Sotsializm zo'r edi deyiltiriladi. Zotan sotsializm bundan yaxshi bo'lgan bo'lishi mumkin ba'zi yosh kattalarga. Radikallar Qur'on yaxshi, xalifalik zo'r edi deyiladi. Har turli bahona bu yerda tayyorda. Sababi nima o'zi bu? Bu savolga javob beradigan hukumat yo'q, tizim yo'q. Ya'ni buni demokratiya bo'lsa, oxirigacha nimaga demokratiya emas?
qani bu yerdagi erkinlik, qani bu yerdagi erkin partiyalar, muxolifatlar nimaga bu cheklangan? Nima uchun bu yerdagi so'z erkinligi cheklangan? Bunga javob yo'q. Ha, bunga javoblar bor, so'z o'yinlari bor, so'zamollar bor. Va nimaga har doim shiorlar? Nima uchun jamiyatda qo'rquv, bir-biriga ishonchsizlik? Buni oqibatida insonlar hissiyot bilan insonlar ichiga kiriladi. Nima bo'ladi? Saviyasiz, ikki pulga qimmatlar bu insonlarga aql o'rgatadi va ularga ergashtiriladi yoki bosim qiladi. Tahdid qiladi. Oddiygina jomingizdagi imomingizga nojo'ya savol berib qo'ysangiz tahdid qiladi, yozib beradi kerak bo'lsa. Bu demokratiya tamoyiliga ziddir. Yozib bermasa zudda-yu gapimga bering nozik savolni. Enangizni ko'rsatadi. Shunday telefon qiladi. Diqqatga telefon qiladi. Birinchi quloq o'sha mahallangizdagi, viloyatingizdagi, tumaningizdagi qorni shishib ketgan imomingizdir. Agar nojo'ya savol bersangiz birinchi telefon qiladi. DXXga telefon qiladi, buni deydi, bu dindan chiqibdi yoki boshqa nimalarga ergashib ketibdi deydi. Siz unga oddiy savol berdingiz. Nimaga muammolar olib chiqmaysiz, xo'jam? Bir muammo bor bu mahallamizda, tumanimizda. Bir yordamchi bo'lmaysizmi? Sizni o'tirishingizdan bir maqsadi muddao, iddao o'sha emasmi edi? Eskidan kitoblarda yozilganiday, biz o'qiganday desangiz, sizga naqd o'rta barmog'ini birinchi ko'rsatadi va sizni birinchi sotadi va sizni yo'qottirishga harakat qiladi. Va shunday. Bular tizimni ushlovchilardir. Bu jamiyatda savol berish yoki kavlash, so'rash, tushunishga harakat qilish jinoyat hisoblanadi yoki tajovuz hisoblanadi yoki buzg'unchilik hisoblanadi. Bu jamiyatni kim qanday rivojlantirmoqchi? Yangi renesansmi? Agar 5 marta renessans bo'lsa ham, agar bu holatda ketadigan bo'lsa, bu chuqurlikka ketadi, oldinga ketmaydi. Va buni ichida kimdir nima da'vat qilib o'rtada yurganlar bo'lsa, ichkarida biz demokratiyamiz, chet ellari siyosatchilar muhokama qilyapti, O'zbekistonni muhokama qilyapti. Mana so'z erkinligi berildi deyilyapti. So'z erkinligingiz qaysi maqsadda ishlatilish uchun berildi? Bu da bir savol. Bu savolga javob beradigan yo'q. Ha, haqorat qilish uchunmi? Qilishyapti. Ular hech kim hech narsa demaydi. Batillar o'yinlari bilan har narsa qilishyaptimi? Qilishyapti. Nima uchun ular to'silmaydi? To'silmaydi. Negaki to'silsin? Qadriyatlar toptalyaptimi? Qadriyatlar, milliy qadriyatlar. Mana Xorazmda cho'girmani kiydida ikkita tip bilmayman kim u, qanaqa nima u milliy qadriyat toptaldi. Endi bundan qaysidir kuch foydalana oladimi? Mana voydot, ya'ni hissiyotingiz bilan o'ynaydimi? Bizni shu ahvolga, ya'ni buni maxsus o'zlari tashkil qiladi. Sichqon, mushuk. Bu joyda hissiyot bilan ishlanadi. Faqat hissiyotingizga teginish uchun, ya'ni teginiladigan mavzu bo'lmasa, sizga topib berishadi. Bu yerda Lebonni o'sha omma psixologiyasida yozganida, u odam o'zi Fransiya inqiloblarini o'z hayoti bilan yashaganda, u fransuz inqiloblarini ko'rgan odam, uzoq umr ko'rgan antropolog va psixolog, juda yaxshi yoritgan. Bunaqa vaziyatda inson shaxs ratsional fikrlamaydi, ya'ni mantiqla fikrlamaydi, irratsional bo'ladi. Ko'proq hissiyot orqali yuradi. Sababi unda qo'rquv bor, instinkt bor. Mantiq bilan savol berganda unga jazo, ya'ni har doim tahdidni o'ylab yuradi. Majburda, to'silganda har doim lozung bor, har doim sharofati bor, kimnidir sharofati, kimdir pul beryapti. Ya'ni ochiq oydin prezidentimizda men pul berdim deyapti. Ya'ni shu yerda parlament yoki deputat savol o'rtaga muhtaram, ya'ni uni spikerlari ham to'g'rilamaydi-da. Muhtaram prezident, siz mana shu joyda yozib berganda pul berdim deyapsiz, ammo bu jumbil jamoatning puli, siz boshqani
cho'ntag emas-ku bu davlat. Ya'ni bu reglament bo'yicha siyosiy tushuncha, ya'ni dunyo jahon standarti bo'yicha hech bo'lmaganda to'g'ri kelmaydi. Bu demokratiya bu hozirgi bizda deb yozsa-da, yozib berib buni gapirtirmasa bo'ladi-ku, ammo uni gapirtirishadi. Ya'ni gap o'zimi istayapti, yo'q men o'ylamayman, yozib berishadi, gapiryapti. Men berdim deyapti. Axir u sizni pulingiz emas, janob. O bu cümbül jamoatning puli, bu xalqning puli. Yer osti, yer usti boyligidir, talon qilinayotgan. Ya'ni bu narsalar hissiyot, ya'ni bu da hissiyotda. U gapni oladi, mahalla raisi, boshqasi hamma joy. Mana prezidentimiz ajratdi, bu yoqqa deydi. Mana senga yaxshilik qilamiz, kredit beramiz. Kimnidir og'zini berkitadi yo kimnidir mana shu mahallani nazorat qilish uchun kimlardir og'zini berkittirish uchun 1-2 so'm hadya qilib mana prezidentimiz berdi. U keyin so'zamon, ta'siri borlar yoshlaridir. Ya'ni yoshlar asosan yoshlarning fikrini bo'g'ish uchun, to'sish uchun hissiyoti bilan o'ynashadi. Unga qarshi bo'ladi. Shukr qil. Oldin bilasanmi qanday yashagan edik? Aralashma siyosatga. Oilalarda boshlanadi, oiladan mahallaga o'tadi. Prezidentimiz o'zi biladi. Aqli bo'lmasa imom bo'larmidi? Aqli bo'lmasa vazir bo'larmidi? Mana bu iboralar ishlaydi bu joyda. Bu joyda davlatmi rivojlanadi? Shaxs individ bo'lib shakllana oladimi? Bu yaratuvchilik bo'ladimi bu jamiyatda? Yo'q, bu jamiyat suri bo'ladi. Yani uzur, yani ben de şu jamiyat ichida bundan chiqish uchun izlanganman. Ha, aytgancha shu o'rinda bu borada kitobimni ancha yozib yarmiga keldim. Yozib, yirtib otib yotuvdim. Endi o'shani kitob shakliga keltirmoqchiman. Buni ham aytib qo'y, Xudo xolasa balki qo'llab-quvvatlarsizlar. Hech bo'lmasa o'zimizni muxlislar sotib olar, boshqalar sotib olmasa ham bundan qanday chiqiladi? Tabiiyki bu yerda kitobda Amerika kashf qilinmaydi yoki millioner bo'lib ketish yo'q. Unda yoki qahramonda o'zim yasalmagan bu yerda. Jamiyatga ko'zgu oyna, o'zimga oyna, sizga oyna tutuvchi va mana shular haqida batafsil yozilyapti. Yozyapman ya'ni bolalikdan o'sha 91 mana shu 30 yillik tarix uni ichiga oladi. Kelajakda ham bu kitob menimcha asqotadi kimgadir, kim uchundir o'zini yoshligini o'zini eslatishi mumkin. Buni o'sha kitobga ya'ni bitmoqdaman, ya'ni yozyapman hozir. Keyinchalik tahrir qildirib olsak, mablag' topilsa o'sha kitob shaklida chiqarishga harakat qilmoqchiman. Endi buni ham aytib o'tay, reklama qilib endi har holda o'zimning reklamamdan boshqa baribir zotan reklama yo'q bu yerda. Shunaqa. Bu shunday masala. Bu yerda mana shu e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan, o'zingiz ham yon atrofga qarasangiz, nima uchun bizni birimiz ikki bo'lmayotganligi, shunchalik balandparvoz gaplar, shartnomalar, Amerika-yu, Yevropa-yu hamma joy bilan, butun dunyo bilan shartnomalar tuzdik. Natijasi bo'lmayotganligi budur. Ya'ni bu fundamental mana shu narsadir. Bizni ne demokratiya, ne de sotsializm, ne de ya'ni barqaror emas tizim tushunarsiz, tizim noodatiy, tizim ham o'ziga kerak payti kapitalizm bo'lyapti, yerlar o'zlashtirib olinib, cho'ntakka aylandi hamma joy, monopoliyalashtirib tashlandi, o'ziga kerak payti demokratiya, kerak emas payti diniy, ya'ni hissiyotlar xullas, irratsionallik, ya'ni jamiyat hissiyoti bilan o'ynashilinadi, qadriyati bilan o'ynashilinadi, biror narsa topib beriladi-da muhokama uchun. Asos savolga o'tmasin. Ya'ni endi shu joyda savolga o'tsak, savol nima bo'ladi? Nima uchun bu ahvolga keldik? Nima uchun bizni dunyodagi strategik 7 ta davlatni bittasi deb ro'yxatga kirgizilgan, butun dunyoni ko'zi bizda va butun dunyo boyligimizga ishqivoz bu qora ko'zlar biz nimaga bu ahvoldamiz? Nimaga nimaga metan yoqishimiz kerak? Nimaga chetga borib ishlashimiz kerak? Xoruzor bo'lishimiz kerak? Nima uchun bu daraja qiynalishimiz kerak? Nima uchun oilalar
erlar yo'q, ayollar, juvonlar ersiz yoki bolasini tashlab ketgan. Bu azob, buni badalini, ya'ni bu yo'qotishi hech bir qaytara olmaydi mana shu hukumat. Hech qanaqangi kechirim so'rab, bir hafta kechirim so'rasa, buni afi yo'q aslida. Mana shu 34 yil ichidagi bir avlod katta bo'ldi. Otasiz, onasiz, momolar, bobolar qo'lida. Boshqarib bo'lmaydigan darajaga yetayotgan, radikal tus olayotgan yoshlar paydo bo'ldi. Ya'ni nazoratsiz bo'lgan, fikrsiz, idroksiz, tabiat sevmagan, umumiyatdan hayotni tushuna olmagan, arosatda qolgan yoshlar bor hozir. Buni, mana shu xatoni, mana shu yo'qotilgan umr, yo'qotilgan vaqtni hech kim qaytara olmaydi va bu uchun hech bir buni yoshlar, biz buni o'shyapmiz, ya'ni mantengilar, biz birinchi ota-onamizdan yiroqlarda yashadik. Ya'ni uzoqdaman, men uyga ijaraga borganda yashadim va mendaylar million. Kimdir aytishi mumkin, O'zbekistonda ishlasang bo'lmaydi. Yo'q, O'zbekistonda ham menday odam ishlay oladi. Ammo fikrimiz, savolimiz bor. O'sha savolimizga javob yo'q va 1, 2, 3-dan keyin savolimiz tajovuzkor, buzg'unchi deyiladi va borib qamab qo'yishadi. Mana nima uchun yasha olmaymiz? Ish bilmagandan, ya'ni dangasachilikdan emas. İşte bilamiz, hamma narsa joyida. Bu hukumat uni istamaydi. Ya'ni bu yerda uni istamaydi va ko'plar majbur bo'ldi tark etishni. Fikri bo'g'ilganidan, ishlar soati ko'pligidan, har doim nazorat bo'lganligidan, bir ish boshlasa bismillah deb har boshlamasidan to'siqlarga duchor bo'lganidan insonlar tark etdi, bor edi. Buni hukumat bilmadimi? Bildi. Tark etsin dedi. Savol beruvchilar bizga kerak emas. Yoshlar birlashmasin dedi. Yoshlar orasiga har turli g'oya tashlandi. Har doim biron jamiyatni o'zgartiruvchi yoshlardir. Va har doim yoshi katta xohlagan bir inqilobni da yoshlar orqali amalga oshirilgan va oddiy insonlar orqali bu hissiyotiga o'ynab amalga oshiriladi. Ammo undan har doim aprislar foydalangan. Yoshlar kuchdir. Undan boshqa kuch yo'q. Hech bir kuch yoshlarda emas. Gapirib o'tirgan yosh kattalar o'zlari biron narsa qila olmaydi. Ular gapirishi, yo'naltirishi mumkin, bu ishi dars berishi mumkin. Ammo asos ish yoshlardir. Bu yoshlar ittifoq bo'lmas ekan, ham fikr bo'lmas ekan, jamoa bo'lib shakllanmas ekan, kamolat yoshlar, eng parazit, yalaqi, oriyatsiz, sharafsizlar buning ichida bor. Ya'ni bo'g'uvchi, fikrni qoliplovchi, bu ittifoq kushandasidir. Rivojlanish kushandasidir. Bular jamiyat zarar kunandasidir. Ya'ni yiringdir, chipqondir bu. Ya'ni bu yerdagi bu juda yomon narsadir. Sababi bular erkin fikrni qo'llamaydi. Bular shaxsga sig'intiruvchi, har doim tobelikni tashkil qiluvchi tiplardir. Bunday shakllantirildi. Ammo erkin fikrli yoshlar ittifoqi va yoshlar fikrlari bir joyga kelmasligi uchun har turli o'rtada bunga nizo soluvchi kuchlar bor. Bir taraf diniy, bir taraf dinsizlik, bir taraf ateizm, bir taraf xudosizlik, bir taraf mutlaq har narsaga beparvolar, bir taraf ilm istovchilar. Ya'ni bularni bir joyga kelmasligi uchun har narsa qilindi, har g'oyalar bilan miya to'ldirilyapti. Uning ustiga ota-onalar yo'q, nazoratda juda kamayib ketdi. Yo'q, ishsizlik kuchsizlikdan tashqarida. To'g'ri emasmi? Oila boqish uchun, kamolga yetkazish uchun majbur qoldik. Ilojsiz halol luqma yeyman degan, ya'ni insonlar bor. Kimdandir muttaham bo'lishni istamaganlar, kreditga botib qul bo'lishni istamaganlar tabiiyki chiqdi ketdi.
qo'lidan kelgan joyga bordi, eplab olgan Amerikaga, eplab olgan Yevropaga, eplab olgan o'sha yaxshi davlatlarga, eplab olmagan boriga shukr dedi. O'sha Turkiya bo'lsin, Rossiyada bo'lsin, amal taqal qilib oilasiga pul jo'natib, oilasini muttaham qilmayapti va boqyapti, xoruzor qilmayapti. Va bu yoshlarga esa aql o'rgatayotgan va har turli ayblovlarni qo'yayotganlar bor. Ammo bu ahvolga olib kelgan kim edi? Buni bahs munozaralarga toqatsiz tarbiyalagan kim edi? Mana shu tizimni saqlayotganlar. Ta'limi, universiteti, mahallasi, mahalla ostonasidir. Ostonadan boshlanadi bu. Buni yetishtirgan kattalardir. Bular hech kimga ishonmaydi hozir. Menga ishonadi, ishonmaydi deya olmayman. Haqli. Meni eshitadi, eshitmaydi. Yoshlar meni yosh kattalar ko'radi, analitikami bilaman. Kamsolli yoshlar ko'radi, qiziq emas u. Ha, aslida bu narsa muhim. Ittifoq, menda yoshim katta emas aslida. Biz ittifoq harakatiga, birlashish harakatiga o'tmasak, hech kim bizga biror narsa qilib bermaydi. Biz savol berishimiz kerak. To'g'ri savol, ratsional savollar o'rtaga tashlashimiz kerak. Bunga chorlashimiz kerak. Savol berishga, savollarimiz mayda-chuyda narsalarga emas. Biz nimaga bu ahvolga keldik? Nimaga oltinimiz, uranimiz, butun bir boyliklarimiz bor-u, biz bu ahvoldamiz? Nima uchun soliq stavkalari dunyodagi rekord darajada? Nima uchun bir parcha temirga 12 millionni qo'ya oladi? Qaysi qonunga asoslanib buni qo'ya oladi? Qonunga asoslangan bo'lsa, kim bu qonunni tasdiqdan o'tkazdi? Xalqmi dushmani u? Kimki u? Berar muncha, olar qop-qopmi? Qaysi mantiq, logikaga asoslandi? Qani yoshlar kelajak qo'lida deyilganligi? Qani bizni kelajagimiz? Zotan kelajagimiz yo'qoldi. Qachon bu kelajak bizni qo'limizda bo'ladi? Qachongacha mushuk sichqon o'ynatasizlar? Qachongacha dinini chiqarib dinsizga qarshi qayraysiz? Kapitalizm dushman deysiz, Sovet do'st deysiz yoki Isroil dushman deysiz? Mutlaq bu o'yinlar, bu masxaravozchiliklar qachongacha davom etadi? Ya'ni bu davom etar ekan, bu jamiyatmi isloh bo'ladi? Buni isloh qiluvchi kim o'zi? Meni yozuvimdan xato topishingiz mumkin, tabiiyki. Fikrimdan, so'zimdan xato topishingiz mumkin. Ammo xatosizlar nima beryapti? Aqli toshib ketganlar nima beryapti sizu bizga? Qiroati bor, qori bo'lganlar nima beryapti? Imom nima beryapti? Nima beryapti? Nima berish kerak o'zi aslida? Nima olyapti? Tuman, hokimiyat, mahalla nima beryapti? O'zi nima berish kerak edi? O'zi ishini qilyaptimi? Qila olmasa nima uchun u vazifada? Nima uchun tumandagi muammo markazga ketish kerak? Uni hal qila olmaydigan tumandagi bütün tashkilotlar, vazirliklar nima uchun kerak? Nimaga u budjetdan unga budjet taqsimoti bo'ldi 25 ta, bir odam g'ing demadi, tasdiqlab yubordi trillionni. Nimaga? Nima uchun u vazirliklar bor? Nima uchun hokimiyatlar bor? Nima uchun har narsa markazga ketish kerak? Mana bu savollardir. Bu jiddiy savollar va bu savollar muammoni yechish va muammoni yechish uchun mas'ul bo'lganlarni o'ylantiradigan savol. Qarshi-qarshiga yoshlar bilan bular duch kelish kerak. Va bu narsaga hisob berish kerak bular. Kimda buni javobi? Prezident tanqidchimi, ijrochimi? Yoki blogerlarmi tanqidchi, jurnalistlarmi tanqid qilish kerak? Tanqidchilikmi qilish kerak hukumat yoki amalga oshirish kerakmi? Kim o'zi amalga oshiradi? Biz kimga murojaat qilishimiz kerak? Kimdan najot kutishimiz kerak? Yoki najot kimdan? Tangridanmi? Yoki keyingi dunyogami saqlashimiz kerak? Ochiq-oydin. Ha, unga mullalar hozir javob va javobi tayyordir, berib olishgan sizga, bizga. Najoting Tangridan. Bu dunyoda miskinlik payg'ambar merosidir. Sen bu dunyoda shunday yashashing kerak. Bizlar mazza qilib, kayf qilamiz. Seni hisobingdan. Ha,
va sen jannatga birinchi bo'lib kirasan. Bizlar esa tomosha qilamiz o'sha jannatga kirishingizni. Ortingizdan biz kaminalarda o'sha qorivachchalar, imomatchalar ortingizdan ravona bo'lamiz. Ha, bu javoblar berib bo'lgan. Ammo bu javob aql hushi joyida bo'lgan, idroki bo'lgan, kitob o'qiyotgan, diplom uchun emas. Jamiyatni o'zgartirishga, vatanni sevayotganlarga javob emas bu. O'sha qatlamga javob emas. Bunga javob berish kerak. Bu uchun sizda bunday savollar berishingiz kerak. Mayli, savollarga qarayman endi. Zaten bu gaplarimiz hech kimga yoqmaydi. Yoqmasa-da biz gapirishga, aytishga buni haqqimiz bor. Bu yerda hokimiyatning vazifasi o'zi ya'ni qasam ichgan va xizmatni rozi qilish kerak bo'lgan hukumatni xalqdir. Men ularga yuzlanishga haqqim bor, konstitutsiyaviy va qonuniy haqqim bor. Ya'ni siz de yuzlana olasiz. Men soliqlarimni to'layapman. O'zbekistonga pul jo'natyapman. Ish bermadi. Bu yerda topib bermadi. Hujjat qilib bermadi. Umuman bunga qaramasdan bütün topgan pulim soliqlar ko'rinishida, boshqa ko'rinishida O'zbekistonga kirib keladi. Biz agar shu tashqaridagi 3-4 million ertaga O'zbekistonga boradigan bo'lsa, bilasiz nima bo'lishini. Nima bo'lishi ma'lum. Ya'ni bizni oldimizda hisobdordir, majburiyati bor. O'zbekistondagi ham hamma vatandosh oldida hukumatdagilar majburiyati bor. Bu savollarga javob berish kerak, qamash kerak emas. Haqqi yo'q hech qanday. Unaqa vakolat unga xalq bermagan va yoshlar kelajagini, qachon bu kelajak kelishini va inson qadri qachon bo'lishini javobini bilishni istaydi. Ya'ni ta'limni sifatli olishni istaydi, chetda mardikor emas, o'z vatanida ishlashni istaydi. Yoshlar bunga haqlidir. O'zini bir eli, yurti, ya'ni uyi, kreditni foizi u qadar bo'lsa, ya'ni bir nafas, toza nafas olishni, tabiat qo'ynida sayohat qilishni, tabiat ham qolmadi. Yoshlar buni istaydi. Yoshlar oilasi bilan birga bo'lishni istaydi. Oila qurib mustaqil uy qilishni 4-5 yil ichida, 5-10 yil ichida hech bo'lmaganda uy pulini, ya'ni uy topa olishini o'zini vatanida istaydi. Diplomlarini chang bostirib qo'yishni istamaydi. Ya'ni buni istaydi yoshlar. Sarson bo'lishni istamaydi. Ichidagi istagi shu. Bunga javob berish kerak hukumat. Ular oilasi sarsonmi? Yo'q. Ularni yegani oldidami? Xizmatga kelganlarni yegani oldida, yemagani orqasida, kibrlari osmon, og'ziga kelganini majlislarda gapiradi. O'shaning uchun yuqoridagilar yozuvga qaraydi. Endi siz u devorni quloqlaridan biz eshitamiz uni. Buni insonlarda yaxshi biladi. Og'ziga, ya'ni biron bir yaxshi so'z chiqmaydi. Haqorat qiladi ishchilari, oddiy ishchilarga ham, hokimman degan ona eng yaxshi. Ichki ishlar ham shunaqa. Onadan boshlanadi. Ertalab razvoti, boshqasi hammasi bu onadan haqorat. Ya'ni haqoratsiz kun yo'q. Yuqori ham shunaqa, past qatlam ham shunaqa. Bu qanday bular? Bular islohotmi? Ya'ni shundaymi bo'ladi islohot? O'shaning uchun bo'lmaydi-da. Ya'ni ko'rinishni istagani bor-ku, televideniyadan yoki jumbil jamoatga xalq oldida ko'rinishni istaganida emas-da. Bular shunday ko'rinishni istaydi, oliy janob, yaxshi. Ammo unday insonlar emas-da. Kim aldaydi? Alda bo'lmaydi-da. Bir hayot qonuni bor. Yaratuvchi bir kuch bor. Uni aldab bo'lmaydi. Sen baribir bu yerda hech qanday islohot bo'lmasligini, sababi xalq uni hurmat qilmasligini yoki haqiqatan xalq uchun jon kuydirmasligini sababi gapirayotgan gapidagidek emas ichki dunyosi yoki televideniya, kamera yo'q bo'lgandagi orqadagi jargonlari, oddiy insonlar yoki ishchi xodimlar bilan unaqa emas. Buni quloqlarimizga yetib keladi, o'sha devordagi quloqdan bizga-da bir chandon yetib keladi. O'rtaga olib chiqish zarurati yo'q. Bilganlar zotan biladi. Bunaqa o'zgarish qiyin masala.
lekin nasıl charchamang, bo'ldik deganda hamma 35 yil bo'ldi. Ha, u javob emas. Rahmat like uchun adolat va taraqqiyot to'qnashganda qaysi biri tanlanishi kerak va nega? Adolat bo'lmagan joyda taraqqiyot bo'lmaydi. Buni tushunishingiz kerak. Qonun, ya'ni qonun deylik. Dunyoda 100% adolat yo'q va 100% demokratiya ham yo'q. O'sha hech bo'lmaganda qaysidir miqdorda bo'lishi kerak. Va alaykum salom hammaga. Bu yerda 50 ta odammi bor menimcha, aktiv bo'lganlar. Va alaykum salom Lutfullaga, yaxshimisiz? Charchamang. Ana yosh kattalar bor bu yerda. Yoshlar boshqa efirlarda tabiiyki band bo'ladi yoki yoshlar boshqa muammolar bilan band. Ularni ham to'g'ri tushunaman, men ayblay olmayman. Aslini olganda yoshlarni ayblamayman. Yoshlar bilan ishlashni, yoshlarga ya'ni yoshlar psixologiyasi bilan, dunyoqarashi bilan ya'ni shug'ullanishni umumiyatdan falsafadan, insoniylikdan dars berishni o'zim istardim. Aslini olganda hech bo'lmaganda universitet bunga ruxsat bermasa ham maktab zaten bu tuzumdagi maktabda ishlab bo'lmaydi. Ular rayonani yozib bergan nimasidan tashqari biror narsa gapirsang, seni shu zahoti ishdan bo'shatib oladi. Ammo ya'ni Tangri taoloda imkon beryapti. Biz internet orqali minbar o'zimizga yaratib yoshlarga yuzlanmoqchimiz. Eshitsa eshitdi, eshitmasa endi u har kimni ixtiyori. Siyosatchi uchun haqiqat muhimmi yoki jamoatchilikka yoqadigan so'zlar? Siyosatchi uchun haqiqat muhim emas. O'shaning uchun siyosatchi har joyga yo'rg'alaydi. Uni nazorati bo'lmasa, u Machiavelli'ni yozib bergan qonuniga hamma siyosatchilar amal qiladi. Robert Greene'ni yozib bergan tavsiyasiga amal qiladi. O'qishni tavsiya qilaman. Va u insonlarning tuyg'usi bilan o'ynaydi. Qanday qilib imomlar sizni tuyg'ungiz bilan o'ynasa, siyosatchilarda o'sha tuyg'u bilan o'ynaydi. San'atkorlar da bu ishni amalga oshiradi. Otarchilar da hamma. Bularda sizni tuyg'ungiz bilan o'ynaydi. Sababi hech qanday haqiqat ular uchun qiziqmas. Agar uni nazorati sizdan qo'rqmasa, jamoat ya'ni yoshlar ittifoqidan, kengashidan, jamiyatdagi shakllangan to'g'ri va aql fikrdan qo'rqmasa, sizga hisoban bermaydi va haqiqat unga qiziqmas. Og'ziga kelganini gapirib, hissiyotingiz bilan o'ynashib o'tiraveradi. Xuddi Turkiyada bog'chaga chiqib kecha yig'ilishdagi gapirgan endi gapiga o'xshab. Va alaykum salom. Bizning amri ma'ruflarimiz aslini olganda jomidagidan foydalidir. Vallohi billahi buni ham aytib o'tib ketay. Haqiqatda haqiqiy ya'ni o'zi aslini olganda bir yaratganni topish, inson bo'lish uchun inson har doim izlanishi kerak va u tabiat bilan chambarchas bog'liq bo'lishi kerak. Agar bu ishlar amalga oshmasa, jamiga borib turib ishni bajarib, keyin esa o'z ishi bilan band, miyada o'sha joyga borsam, roza tutsam, nima uchun gunohdan forig' bo'laman? Menga bu buyurilgan gunohimga kafforat degan mana shu singdirildimi? U odamdan yaxshilik chiqmaydi. U yaratganni tom ma'noda tanimaydi-da. Sabab uni tanish uchun 200lamachi bo'lmaslik kerak. Avvalambor soxta bo'lmaslik kerak. Unga to'g'ri yuzlanish kerak. Ya'ni o'shaning uchun bu yerda haqiqatan savobga erishadigan, sizga foydali bo'ladigan nimalar bor. Biz amr ma'ruflarimiz foydalasin olganda. Ya'ni raqobat ularga konkurent bo'lib qoldiga, nimaga? Voy deb yana nima qilib chiqmasin lozunglar bilan. Bizni nimamizni Hamzaga tosh ottirganday. Bizni nimamizni nonimizga sherik bo'lyapti bu. Betofiq deydi-ku. Betofiq najas deb qo'yadi-ku ular.
O'shanda ya'ni nimaga hukumat ilm ahliga emas, sportchilarga homiylik qilishga, sovg'a salom berishga moyil. Sababi sportchilar oddiy o'sha Libon nimasi bu aslida bu siyosat hukumatdagilar bu nimani yo'nalishda muhandislikni juda yaxshi egallaydi. Ularda psixologlar, jamiyatshunosliklar, analitik markazlari bor, rosa o'qigan aprislar joylashgan. Sizni hissiyoti, ya'ni insonlar futbolga millionlar boradi, to'g'rimi? U yerda hissiyot bor, u yerda his bor-ku, endi jamoani bir-biri uchun urushi, so'kishish, talash yoki bu yerda o'zbek, qozoq yoki amerikanez, ya'ni bu yerda hissiyot bor. Sportda nima beradi sizga? Sizga hissiyot beradi, tarafkashlik beradi. Tabiiyki bu narsa ratsional fikr yoki mantiqli savol-javob qilishingiz uchun yoki nima deydi? E'tiroz qilishingiz uchun yig'iladigan jamiyatdagi bir energiya bor. Buni yo'naltirish kerak. Buni sport orqali, sportchilar orqali sizdan tortib olishadi. O'shani o'sha joyga yo'naltiradi. Aslini olganda u kuchni har bir yig'ilgan bu haqsizlik, adolatsizlik, metan navbatlar bu mana bu yerga yig'ilgan yillar davomidagi bolasidan uzoqda, ayoldan uzoqda, ota-onasidan uzoqda bu nafrat, buni biror narsa bilan chiqarish kerak. Bu uchun nima qilish kerak? Chempionatga chiqdik. Chiqmagan, nima uchun chiqdi? Chiqariladi kerak bo'lsa. Pul berib bo'lsa ham. Sportchilar ko'paytirish kerak. Bu sizni urra sizni hissiyotingiz bilan. Mana qarang, biz erishdik. Mana qarang, biz yutug'imizga. Aql idrok insonlari ko'paysa, ular hokimiyatga raqobat-ku ertaga, raqobatchi-ku ertaga. Jamiyatdagi savollar paydo bo'ladi. Ular jamiyat tayyorlaydi, insonlar tayyorlaydi. Ular so'zida ma'no bor. Sportchilar nima ikkita, uchta gapini birinchi eplab gapira olmaydi. Gapirgani ham aql o'rgatadi sizga. Nima deydi? Prezidentimiz deydi. Nima deyapsan bu? Shu prezidentimizga rahmat, hukumatimizga rahmat. Mana bizga berdi-ku imkonni. Ishlash kerak, ishlamasa tishlamaydi. Mana shunaqa, ya'ni zotan hech kim o'tirmaydi. O'zbek xalqi mehnatkash xalq, jafokash xalq, samimiy xalq o'zi, soddadil xalq. Buni ham aytishim kerak. O'zbek xalqida ya'ni jonkuyar, fidokor, mehnatkash xalq hech dunyoda yo'q. Bundan istifoda qilishyapti. Bu sportchilar esa xalqni nima deydi? Ishlash kerak, tishlash kerak. Mana bo'ldik. Mana shunaqa hukumat shunda. Hukumat qani bizni boyliklarimiz? Bu savollar bermasligingiz uchun sportchilar, ya'ni zehniyat qoliplanishida hamma instrument vositalardan foydalaniladi. Sizni zehniyatingizni qoliplash kerak, zanjirlash kerak. Ya'ni to'siqlar bilan to'sish kerak. Sovet ham zehniyatni to'sdi, ham devor bilan o'radi. Mana shu zehniyat devor bilan o'raladi va devorga borib urilasizda, o'sha urilib qaytib yuraverasiz. Boshqa bir chorasi yo'q. Ya'ni o'shaning uchun qilinadi. Bu strategik amalga oshiradi. Hukumat aslini olganda nima uchun o'zbek xalqini puldor qilib jamiyatni rivojlantirish mumkin? Kredit kam foizda, umuman hamma resurslar aslida yetadi. Unda bu xalq kitob o'qishga boshlaydi. Bema'ni narsalardan ko'ngli soviydi. Dunyo kezishga boshlaydi. O'tirib aql idrok sokin bo'ladi. Ya'ni misol uchun menga qaysidir pulni berishadi, ammo erkinlikda bu pul bilan birga erkinlikda berishyapti. Ya'ni erkinlik o'zim bilgan ishimni, kitobimni o'qish, ishimda erkin, ya'ni faoliyatimda erkin. Erkinlikni berishgani, bu yerda men ham maosh olaman, ham izlanishga, o'zimni birinchi tanishga, atrofni kuzatishga, hammasiga vaqtim bor. Ham ishim bor, ham fikrlay olaman, ham o'qiy olaman, hammasiga imkon bor. Buni bersa tabiiyki, ertaga sizda savollarni berishni boshlaysiz. O'tirib men batillarni ko'rmayman. Unaqa narsalarga qiziqmayman-da. Serial ko'rsamda o'ylantiradigan, fikrga chorlovchi seriallar ko'raman yoki kitoblar yoki ovozli kitoblar eshitaman. Nima uchun? Biron narsa izlayman o'sha joydan. Boyib ketish uchun emas tabiiyki. Zotan unaqa boyish qiyin masala, biron bir apris bo'lish kerak boyish uchun asosan.
boylar o gapiradi-ku, "Oy, unday bo'ldi, bunday bo'ldi." U ko'pisi yolg'on gap. Tanish bilish bu yerda mexanizatsiyalar bor, yolg'on. O'shani ishlatmaguncha katta pulga ham ega bo'la olmaysiz. Buni ham ayting. Kimnidir aldashingiz kerak, nimadir qilishingiz kerak. O'shaning uchun asosan ya'ni iqtisod rivojlangan joyda avtomatik bizni o'zbek jamiyat bu 3000 yillik baribir tarixi bor. Bir-biri bilan urushsin, boshqa qilsin, olimi chiqqan, boshqasi chiqqan, bugungacha chiqqan bo'lsa, bundan keyin ham bo'ladi. Va u ichimizda, oramizda ular cho'lponi chiqqan bo'lsa, fitrati bor bo'lgan bo'lsa, bir payti bu xorazmiysi bo'lgan bo'lsa, uni geni tashilyapti. O'shaning uchun bu vaziyat, imkon paydo bo'ldi, bular chiqadi. Buni chiqarmaslik uchun ovorai sarson qilish kerak. Saviyasizlar to'pda turish kerak. Kontentlar to'pga chiqish kerak. Har doim nizolar bo'lish kerak. Iqtisodda yetar yetmaschilikni tashkil qilish kerak. Bu mexanizmdir. Ya'ni bu Machiavellizm. Machiavelli buni o'sha 500 yildan ortiq bu amalga oshirib keladi. O'sha payti bergan maslahati tabiiyki bu haqida video qilganman. O'sha Machiavellizm zaten bugun kunimizni, ko'zimizni ochib uni o'qirkansiz, uni kitobini, Gasudarimi, qaysi kitobini istasangiz, o'sha bergan tavsiyalarni o'qirkansiz, buni ko'rasiz, shohidi bo'lasiz, atrofga qarasangiz. Tashkil qilinadi va jumbil jamoat ovorai sarson. Bu yerda savol beruvchi, tafakkur qiluvchi bo'lmaydi. Bo'lgani ham chetga chiqib ketadi, to'silgandan keyin fikri erki. Ishxonada ishchilar o'z haqini talab qila olmaydi, bu ham yomon. Men talashib rahmat, to'g'ri nimaga soatlab hikoya aytib yoki har xil saviyasiz videolar chiqarayotgan insonlar haqida fikringiz. Xalqimiz bu g'oyalari va muhim nazariyasidan chalg'itayotgan insonlar haqida nima deysiz? Bundan chalg'itayotgan butun bir tizimdir. Ya'ni o'shalarni ishlatyapti. Tizim orqasida o'shaning uchun buni partiyalar orqali o'sha parlament deyiladi buni ham. Ko'p partiyalik boshqaruv. Ammo u narsa buzildi, u tizim buzildi. Buni insonlar ko'rdi, mana jamiyat ko'rdi. Nima ahvolga keldi? Mana-da din qurol bo'lgan joyda har doim o'sha siyosatchilar ham diniy ko'rinib, hajga borib, umraga borib, insonlarni ham bunga da'vat qilib, uni orqasidan har kun, har juma sharofati bilan, mana prezidentimiz sharofati bilan bu kunga keldik deyursa, jumbil jamoat miyasi yuvib tashlanadi. Bu yerda insonlar nima bo'layotganini tushunmaydi. Nima bo'layapti bizni bilmaydi-da. Mana yomon tarafida do'stlar. Din, e'tiqod, ishonch sifatida qolish kerak. U qurolga, instrumentga, vositaga aylanmasligi kerak boshqaruv uchun-da. Mana Otaturk nima uchun haqli edi, nima uchun geniy edi. Bu narsa bizda ham qarangda atrofga. Zaten bular bir-biridan ko'payadi davlatlar. Sal farqli misol uchun. Hozirgi men yashayotgan joy ham, boshqasi ham pichoq orqasi. Men endi nima deydi, hech qachon biron bir joyga yaloqlik qilmayman, har doim fikrim bo'ladi. Ko'ryapman-da, e'tirozini eshityapman insonlarga. Bu yerda ham aql bo'lgandan keyin tushunasiz-ku. O'shaning uchun bu narsalar shunaqa. Bizda ham nima bo'layotganini tushunmaydi insonlar, sababi nima uchun? Mana shu miya yuvib tashlandi. Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz bu haqda? Ya'ni o'zingiz ham o'ylab ko'ring-da. Din nega xalqni iymonga emas, qo'rquvga chaqiradi? Axir iymon qo'rquvda emas, erkda yashamaydi. Yo'q, u narsani gapirishi Rahmat Orifov soddalarni ongini oshiryapti. Nima uchun? Agar yana ham ko'proq foydali teksin desangiz, muxolifatchi Allohga asli dinga qadar har qanday yo'l bilan bo'lsa-da yordam bering. Yo'q, u odamlarga yordam bermayman. U odamlar o'zlari hissiyot bilan o'ynayapti. Meni yordamimga muhtoj emas ular. To'g'ri fikrlang-da. Jamiyatni qutqaruvchi ular emas. Siz qutqaruvchini
qutqaruvchi kutmaysiz, o'zingiz o'zgarar ekansiz. Nazorat, ya'ni hissiyotingiz bilan o'ynaydi. U ham hissiyot bilan o'ynaydi. U bola ham hissiyot bilan o'ynaydi. Diniy ko'proq auditoriyaga yoqishga harakat qiladi. Islom qo'ldan ketdi deydi, u qo'ldan ketdi deydi. Har doim qayoqdagi o'tirgan din sotar va jamiyatni hissiyoti bilan o'ynashuvchilarni yoqlab chiqib yuradi. U bilan Atatürk'ga qarshi va Atatürk'ni noto'g'ri yo'lda deb biladigan ong shuurdagilardan bittasi u. Bunday odam hech qachon biron joy o'zgartira olmaydi, men bunga javob beraman. Ishoning bu narsaga. U sizga hech narsani kelib o'zgartirib ham bermaydi, kelgan taqdirda ham. Va u tarzda o'zgarmaydi. Undaydan minglar kerak o'zgartirish uchun. Jamiyat shakllanishi kerak. Men hech qachon biron bir partiya yoki biron bir nimani guruhga taqalib qolmayman, orasiga ham tushib qolmayman, ustiga ham o'tmayman. O'shaning uchun barobar yuraman. O'zim bir ya'ni fikr odami bo'laroq ularga biron biriga bog'lanmayman. Sabab unda men erki yo'qotaman. Erkin yoki buni unga fikr bildira olmayman. Sababi kimnidir tarafini olishimga to'g'ri keladi. Men kerak bo'lsa urganchini tanqid qilaman. Sababi men qo'shilib olib noto'g'ri joylari bo'lsa uni ham tanqid qilaman. Mahmudjon aka uni ham tanqid qilaman. Zoto o'zim TikTokda qancha odamga tushuntirib berdim. Kerak payti unga majburman tanqid qilishga. Misol uchun bog'lanib qolmayman-da, misol uchun. Yomon ko'raman u narsani. Erkin fikr bog'lang, ya'ni kimgadir qaysidir nimaga bog'lansa, u yerda erkin fikr bo'lmaydi. Unda tarafkashlikka o'tib ketasiz. Hozir misol uchun murid bo'lgan, kimgadir murid bo'lgan yomon ko'radi men. Nima uchun? U tarafkashi bo'ladi. U neytral, unga baho bera olmaydi, fikr yurita olmaydi. U xolis bo'la olmaydi-da. Xolis bo'lishingiz uchun 100% kimnidir tarafini emas. Agar uni berayotgan ma'lumoti va berayotgan dasturi yo'nalishi to'g'ri bo'lsa, qabul qilaman, tabiiy. O'sha dasturi uchun shaxsga sig'inib ketish odati menda yo'q va sizlarga ham tavsiya qilmayman. Shaxslar nimadir hal qilib beradi deb o'ylash fikridan, shunday fikrdan qoching deya bunga da'vat qilyapman. Yevropa tafakkuri bilan bizning tafakkurimizni farqi, Yevropa tushunib yetdi shaxslar hal qilib bermasligini. Shaxslarni vosita qiluvchi orqada insonlar, jamiyat bo'lmasa, u shaxslar mana uni berishini Yevropa ko'rdi, yashadi va o'shaning uchun o'zgardi. Yaponiyada, Koreyada buni yashadi. Qonlar bilan, jonlar bilan badal to'ladi. Bizda zotan yashayapmiz, ammo buni hali ham bugungi kunda ham buni tafakkur qilmayapmiz-da, tushunmayapmiz bu noto'g'riligini, anglay olmayapmiz. Sabab hozir shaxslar istagan bir tarafga burib ketishi mumkin va tarafkashlar tarafkashlikka, tarqoqlikka olib keladi jamiyatda. Xo'p, bo'lsin unaqa. Lekin u yerda agar qonun hukumatdan ustun bo'lsagina bu bemalol uni qilish mumkin. Natsionalist, ya'ni irqchi ham paydo bo'lishi mumkin oramizda. Yana bir bola diniy xalifalik istovchilarda yashashi mumkin. Xuddi Amerikada yurib yashayapti-ku, emas, to'lib ketgan miyalar. O'sha Amerikada yurib xalifachilikka dastaklab murid bo'lib yuradi. Bu yerda qonun prezidentdan, hukumatdan ustun, ya'ni. Tushunyapsizmi? Mana shu bizga kerak. Bu bo'lmaguncha, bu shakllanmaguncha siz kimnidir tarafdori bo'lsangiz, u yerda faqat jamiyatni tarqoqligiga olib kelasiz. Misol uchun Abror Muxtorlar tarafkashlari uni falonni og'ziga oq kelsa, qorasi kelsa boshqani so'kadi. Atrofida yurgan tarafdorlari bor TikTokda. Xohlaganingizni haqorat qiladi, orqada anonim yurishadi, shunaqa uni tarafdorlar. Misol uchun tashqarida vovchiklar bor. Ular u xalifalik tarafdorlari, Suriyada, Amerikada yuribdi, Angliyada yuribdi, chiqib ketganlar. Ular da o'zini ma'lumotini yetkazyapti. Bunday qilamiz, bunday qilamiz. Bu yerda nima? Ichkarida nima qiladi? Mana bular bizni bosib oladi deydi. Qonun, davlat, hukumat o'ziga ishonmaydi. Ana ulardan qo'rqamiz deydi. O'shaning uchun qattiq ushlash kerak deydi. Nazorat qilish kerak ma'lumotni deydi.
Ya Amerika, Yevropa qo'rqmayapti-ku. Misol uchun qonun bor u yerda. Qonun chegaralarini belgilab bergan. Ana unday joyda partiya, muxolifat urra deb yursangiz bo'ladi, siz chegarangizni qonun belgilab beradi. Bizda qanday sizga ustun bo'lgan mustaqil sud bormi? Misol uchun bu taraflari borda. Ya'ni bu taraflarni tushunishingiz kerak menimcha. Mana bu savollar. Yani mani fikrim shundayda, ya'ni buni bir bu o'zi bunga kelmaganman, analiz, tahlil qilib kelganman. Boshqa joylarda o'rganaman-ku endi jamiyatlar. Jayam partiya, bu narsalarni titkilab o'tirmayman men. O sababi siyosatchilar har doim hissiyot bilan o'ynaydi. O'shaning uchun boshqa joydagi partiyalar, ular lozunglar, unga qiziqmayman men. Qancha partiya bilan boshqariladi, kim parlament bilan boshqariladi. Men uchun o'sha joydagi institutsional rivojlanishi fundamenti kimda? Jamoatchilik nazoratidami, mustaqil suddami? Bu narsa men uchun qiziq. Erkin fikr insonlari partiyalarga, prezidentga ta'sir qila oladimi? O'sha muhim men uchun. O'shaning uchun bu narsalarga ko'proq e'tibor beraman. U partiyalar, siyosatchilar, ularga juda ham e'tibor bermayman. Sababi ular agar jamoani hukumat, ya'ni jamiyatni nazoratidan chiqqan kuni ular xohlagan bir joyingizda diktatorga aylanadi. Agar jamiyatdan hukumat qo'rqmaydigan bo'lsa, ashaddiy yolg'onchi firibgar bo'ladi 6 sekundga, 3 kunda. Avliyo bo'lsa ham kazzobga aylanadi. Sabab har doim hokimiyat istovchilar, hokimiyatdagilar hissiyot bilan o'ynashni yaxshi ko'radi. O'shaning uchun Turkiyada qancha partiya bor, nima qiladi, Angliyada qancha partiya bor, men uchun u qiziq emas. U yerdagi jamiyat qiziq. Yaponiyadagi jamiyat qiziq, jamiyatga ko'proq. U yerdagi jamiyat nazorat qiladimi? Ta'siri bormi? Xoh muxolifatidir, xoh ommaviy axborot vositasidir. O'sha mustaqil sudi bormi? O'sha narsa men uchun qiziq. O'sha bo'lmaguncha tahlil qilsangiz, o'sha davlatlarni tahlil qilsangiz, o'sha yo'q joyda bir dumalaydida demokratiya ham diktatorga aylanadi. O'shani unutmang-da. Yechim mana shu aytayotgan jamiyatni fikrlovchi jamiyat shakllanishi. Tobelikdan jamiyat qutulishi kerak. Ya'ni tobelik deganda qaysidir shaxs mana Alloh qilib yoki Asliddin yoki kimdir qilib bermaydi. Biz nazorat qilishimiz kerak, bizdek odamlar ko'payishi kerak, yoshlar ittifoq bo'lishi kerak, jamoaviy nazoratni kuchaytirish kerak. Bloger bo'lgan birovdan pul olib muammoni yechib beraman. Puli ber demasligi kerak-da. Onasini hamsin ochimdan o'lmadim-ku, maoshga ham yashasa bo'ladi. Ya'ni bu ish qilgan yaxshi bo'lgan blogerlar nimadan tuzoqqa tushdi? Hamma darrov boyib ketishni istaydi-da. Hech bo'lmasa kitob yoz, biror narsa yozdi. Ya'ni bundan yoki donat ista yoki xayriya qilinglar-da. Shunchaki xayriya qildi, ehson qilinglar menga-da. Zotan insonlar ehson qiladi, savob bo'ladi-da. Savob. Ayniqsa Ramazoni sharifda xayriya qilinglar, savob bo'ladi. Ya'ni shu holatda qolsin. Bu faoliyat yuritayotganlar. Misol uchun-da. Ammo muammoni yechib beraman, pul olaman, ketdingiz. Ya'ni bular lozim bunday faol, siyosiy ongi bor insonlar. Ammo hammasi tuzoqqa tushib, birin-ketin kirib ketadi. Haqiqatan oladi-da. Ular olgan. Men o'zim ham bilaman-ku, misol uchun olishadi. Pul topish manbaiga aylantirishmoqchi bo'ladi. Jamiyatdagi bunaqa adolatsizlik, qonunsizlikdan foydalanib, aqlli bo'ldim, endi men tushundim hamma narsani, endi shunaqa qilsam bo'ladi deydi. Yo'q, bunda tuzoqqa tushiradi bu yerda sizni. Misol uchun bu bo'lmaydi. Bu sharoitda yechim emas. Bu yerda hukumatga ta'sir o'tkazolmaydi bular. Tili qisiq. Ehtiyojingiz bor dastakka, bu narsalarda dastakka ehtiyoji bo'ladi. Buni ochiq-oydin aytaman. Ichidan yashirsa-da, o'shaning uchun boshqa yo'llarda pul olish uchun dinni niqob qiladi. Boshqalarni mana ahvol og'ir, ehson qilinglar, mana o'lib qolyapti, operatsiya deydi, o'ziga foizini oladi. Uni ochiq-oydin aytish kerak-da. Men shunday odamman-da, shunday tappa ochiq-oydin aytaman.
Uni ehson qilib ertaga pul beradigan odam yo'q. Gap unda emas. Ammo shu zarur bo'lsa aytish kerak, chiqib olib, men ayta olaman misol uchun. Qani ehson qilinglar, mana hisobim deyishim mumkin. Ya'ni shunaqa qilib davom etsa, agar kimdir ehson qiladigan bo'lsa, minnat qila olmaydi. Men senga pul beruvdim-ku, hisobingga kripto otuvdim-ku, menga biror narsa qilib berasanmi deya olmaydi-da. U ehson qildi. Naxi deyiladi-da. Sen ehson qilsang, bunga xolis qil. Bo'lmasa ket. Hozir nima bo'lyapti? Muammoni olib chiqib yosh qizlar, talantli bo'lgan jurnalistlar muammoni olib chiqyapti. Pul bergan ham 3 barobar yozib beradi. Kelishadi hukumat u bilan. Yo'qni endi o'zingiz bilasiz. Ta'sir bo'lmaydi-da. Boshqa joyda grantlar ajratiladi. Katta grantlar orqali ajratiladi. Ya'ni hukumatlar, jamoalar, fondlar bor. Boylar tashkil qilib qo'yadi. Bunaqa menga o'xshagan tip odamlari o'zlari boy bo'lgan yahudiylarda o'zini fondlari bor. Pul bilan ta'minlaydi. Muhtoj qilmaydi qaysidir kuchga. O'zi ham katta kuch bo'lishi mumkin, ammo u juda ham nima qilmaydi. Buni kerakligini biladi, biznes uchun demokratiyani ushlab turish faqatgina partiya, parlament orqali bo'lmaydi. Uni jurnalistik surishtiruv, aql odamlari, fikr odamlari burg'ulab, kavlab yurish kerak bo'ladi. Nimadandir tirikchilik qilish kerak-ku endi misol uchun. Qachongacha yuradi uni qochib ko'rabdi. O'shaning uchun fondlar tashkil qilingan boshqa joylarda, unday fondlardan grantlar orqali ajratiladi. Ular esa bemalol kimnidir muammongni olaman deb pulini olib sarson bo'lmaydi, grantni oladi, ishini qiladi, bosadi, Koreyada, Yaponiyada yopishtiradi o'sha. Har doim kavla yuradi orqasida. Amerikada ham shunday fondlar bor. Bizda nima bo'ladi? Insonlardan olinadi, yozib beradi, ustidan ketdi. Bundan qutulish kerak. Bu ham bir yechim. Yo'q, halol mehnat qilib siz yashaysiz, baxt to'g'ri, ammo ba'zan bu ishlarni qilish uchun insonlar ehtiyoji bo'ladi. Juda ko'p ishlashiga, juda ko'p o'tirishiga, sarson bo'lishiga to'g'ri keladi. U ya'ni O'zbekiston ichida bo'lsin, tashqarisida bo'lsin yuradi. O'zbekiston ichida muammoni ortidan yuradi. Advokatga pul, har doim advokatga ehtiyoji bor. Hamma ehtiyoji bo'ladi, texnikaga ehtiyoji bor. O'shaning uchun u majbur nimadir qilish kerak. Grant ola olmasa nimadir qilish kerak-da. Misol uchun, monetizatsiya zotan ishlamaydi O'zbekistonda. Bir nimadir qiladi. Chiqadi-da, keyin pul olib qo'yadi, boshqa qiladi, keyin yopishtirishadi. Buni jamiyat ham shakllanmaganda. Yugurib borib ko'zini, yoshini, siydigini oqizganga Amerikada o'tirib battle qiladigan, ko'tini yalang'ochlangan ayollar o'shalarga 3000, 5000 lab donat atadigan odamlar bor. Mana-da, mana jamiyat. Otaversin, ular haloli bo'lsa o'shan pul topayotgan. Nima deyman endi? Biznes qilyapti. Men unga qarshi emasman. Ammo uni otayotganda, o'kallazida shayx deb, mulla deb, imomani ovozi shirin, unisi shirin olib borib otarchisi, san'atkor minglagan dollarni beradi, haj, umra qiladi, ammo nimaga berishim kerak bunga deydi. Agar misol uchun hozir men ehtiyojimiz bor advokatga, ehson menga qilinglar, ro'za Ramazonda savob bo'ladi deb, pashol deydi. Ya'ni boshqalarga ham aytayapman, yoshlar chiqsa-da, birovlar ortida yurmasa, mana yosh Marjonaga o'xshagan qizlar qanday nima edi? Jo'shqin mard qizlar edi. Bular mana o'rtada kaptok bo'ldi-da. Buni o'zi zotan Amerikadagi boshqa qo'llaganda edi bunday yoshlarni deyapman-da. Bunday qo'llaganimizda edi, bunday fond tashkil qilib, boshqa qilib muhtoj qilmaganimizda bu yozib beradigan iprisqa kalamushlarga muhtoj qilinmaganda ta'siri bo'ladi. Bular tili qisiq bo'lmasdi. Tili qisiq bo'lmagan odam qanday ichkariga olinadi? Qiyin masala ichkariga olish. Ja bo'lmasa tashqariga chiqib gapiradi. Siz beryapsiz, bor imkoni chiqadi, ketadi. Ammo u joydan ta'sir qilishni boshlaydi-da. Buni tushunmaydi. Jamiyat tushunmagandan keyin befoyda-da. Misol uchun men o'zim shu paytgacha hech kimdan hech narsa olganim ham yo'q. Beraman desa ham, mana shu muammom bor, olib chiqib bering desa, men kerak emas. Muammoni gapirishim mumkin, ammo puli kerak emas deyman.
Ya pul berib, misol uchun mana shuni men aytganimni qilasiz desa, damin ol deyman, puling ham kerak emas. Yani shunaqada beradigan odam yo xolis beradi, yoki umuman bermaydi, kerak emas. Bu ishlar shunaqa bo'ladi. Agar uni tushunadigan boylar, asosan puli ko'plarga taalluqli, oddiy zo'rg'a yurgan odam nimaiki uni hech bir dardi yo'q. Buni gapirayotgan dardim yo'q. Oddiy yurgan odam qanday uni zo'rg'a maoshga yurgan birovga olib borib bersin degan joyim yo'q-ku, ammo juda katta boylar bor bizda. Boylar yaloqi bo'lib ketgan. Tuzumni kim ushlab turibdi deysiz? Mana shularda. Bular fond tashkil qilmaydi, siyosiy faollarni qo'llamaydi misol uchun. Kitob yozayotgan odamni qo'llamaydi misol uchun. Men o'zim ham hali bir ikkitasiga aytib qo'yganman, kitobimni chiqartiraylik. Foydasi bor-da. Ko'ramiz mana shu joyda. Ya'ni bu oson emas-da bu ishlar. Siz yozganingizda da uni reklamasi bor, uni hali tanilmagan odamsiz. U jamoatga yetib borishi uchun har holda shu 500 ta, 1000 ta, 2000 ta odam olgunicha, unga yetib borgunicha bu mablag'i bor, rosa tasdiqdan o'tkazguncha bu ishlarda yurgan odam unaqa mablag'i bo'lmaydi unaqa narsalarga. Zo'rg'a bu ishini qiladi, oiladan orttirib bu ishlarni qilasiz. Mablag' ko'p bo'lmaydi-da, bu yo'sinda yursangiz. Zaten yaloq emassiz, qaysidir kuchga qulluq qilmaysiz. Siz xolis yurganingizdan keyin juda qiyin masala. Reklama beruvchi ham, o'shani YouTube kanali bor ekan, shu reklama berib yuboray, endi shu yigitda demaydi. Ha, bu siyosatni gapiradi bu. Tanqid qiladi bu prezident. Yo'q, kerak emas deydi. O'shaning uchun agar boshqalar bo'lsa ham qiynaladi, to'g'risini aytay. Ular qiynaladi-da boshqa yo'llarga o'tishadi, keyin tuzoqqa tushadi. Men istamagan bo'lardim o'sha boshqa yo'llarga o'tishni. Biroz sabrli bo'lish kerak, boshqa chorasi yo'q. Uni boylar aslida qo'llash kerak, uni muhtoj qilmasligi kerak, tuzoqqa tushishiga tomoshabin bo'lib turmasligi kerak, muhim odam bo'lar. Ana jomiyadagi imomdan mana shu qamalgan qizcha bor-ku, nogiron bor, qamaldi, pul olgan zaten. 10 barobar mana shular siyosiy faol insonlar 10 marta foydalidir. 10 marta, agar undan ko'p bo'lmasa. Agar endi ular biroz yoshlik qilib qo'ydi, biroz anaqa bo'lish kerak, u bosoroq bo'lish kerak bu ishlarda. Ammo mana shu siyosiy bo'lgan faollar, fikr o'rtaga tashlayotgan, yurgan insonlar jamiyatni fikrlashga, o'ylashga, savol berishga, haqqini olishga, adolatli bo'lishga chorlayotganlar 10-20 marta o'shalardan, otarchilardan, vaynellardan, xohlagan biringizdan 20-10 marta ustundir. Yoshchidir, yoshlarda, yosh kattalarda hammasi bu insonlarga jamiyatni boylari, boshqalari erkin bo'lishi uchun orqa-varatdan yordam qilish kerak. Zaten o'zini biznes tortib olinmaydi. Ertaga sud ishlashi, adolat bo'lishi uchun bu narsalar kerak. Boshqa joylar buni shunday qiladi, buni aytishim kerak. Bu shunaqa grantlari bor, fondlari bor, yahudiylarni Yevropada, Yapon hammasi joyda fondlari bor bu ishlar. Fondlardan oladi. O'zlari tashkil qilib qo'yibdi boylar. Ha, bundan pul ham yuvishi mumkin, u endi o'zining ishi, ammo yoshlarga ham berishadi. Men ham hech kimdan hech narsa olmadim, dehqonchilik va chorvachilik bilan yashayman. Ha, endi siz o'zingiz uchun yashab yuribsiz, juda yaxshi, ammo siz o'rtaga chiqib riskka o'zingizni qo'yib chiqmaysiz-ku endi. Chiqib o'zini riskka qo'yib, gapirib, chorlab yurgan insonlarga taalluqli bu. Ehtiyoj sezib qoladi buni. Ochiq aytishim kerak. O'sha bo'lmasa tuzoqqa tushirishadi va qamalashadi. Bunga tomoshabin bo'lib o'tirgan jamiyatda yomon masala. Baribir zaten qo'llab yotibdi. Qayoqdagi odamlarga pul beradi? San'atkorlarni orzu havas deydi. Nimaga berasiz-ki uncha pulni san'atkorlarga to'ylar qilib? Ya'ni buni aytishim kerak-da. Bu yerda xolislik uchun. O'shalar qamalishining sababi ham jamiyatning bee'tiborligi. Jamiyat tushunib yetish kerak. Ya'ni qanchalik idrok etsa, tushunsa, bu narsani jamiyat yutadi. Sabab erta-indin bu bosqichdan o'tib olgandan keyin, budjet to'g'ri ishlashni boshlagandan keyin hech kim u yerda
qarzor bo'lmaydi. Budjet oltiningiz, siz o'z boyligingizga ega chiqa olmayapsiz. Nima uchun xolis jurnalistlar, xolis tanqidchilar yetishmayapti, kimdir sotib olyapti. Tushunyapsizmi? Xolis bo'lish uchun jamiyat orqasida turish kerak. Sizni 102 bo'ladi. Sizni ana imomlar, ular miyangizni yuvib sizdan soqqani qilib, kayfni qilib yuribdi. Ulardan foyda yo'q, unuting. Otarchidan da foyda yo'q. Ular ashaddiy yaloqidir. Xohlagan bir vayni, ulardan sizga foyda yo'q. Ko'ngil xushlik uchun ko'rishingiz mumkin. Ammo ulardan foyda yo'q jamiyatga. Yo'q, ulardan foyda yo'q. Sportchidan da ular adolat bo'lishi yoki tizim ishlashi, hisobdorligini his qilish uchun ular bu hech bir nafi yo'q, ular gapirmaydi zaten. Ular manfaatdor, ular yegani ortida, yemagani orqasida. Ular shishib ketgan. Otarchisi, imomi, batilchisi hammasi yetarlidan ortiq mablag' egasiga aylangan kapital egalaridir. Ularga bir tiyin oddiy xalqi muammosi, maktab muammosi, ishsizlik muammosi, oddiy oyligini ololmayotgan, nafaqasini ularga u muammolar imom tupurib qo'ygani bor ular. Buni olish uchun bizdek shaxslarga jamiyatda ehtiyoji bor. Uni olishni boshlagandan keyin, ya'ni qaysidir etapda, uni olishni boshlagandan keyin zaten bosim biz orqali qilinadi. Bizdagi odamlar orqali qilinadi. Misol uchun, xohlang aslidin ishlatasizmi, bu sizning ishingiz. Men misol uchun ularga ham hech dushmanligim yoki og'ziga xo'jayinchiligim ham yo'q. Xohlaganingizni ishlating deyman-da. Xohlang nimani, Mahmudjonni ishlatasizmi, Urganjimi, xohlaganingizni ishlatib haqqingizni olish uchun harakat qilishingiz kerak. Ammo ular kimni ishlatsangiz, ya'ni kimgadir orqasida tura olishingiz kerak. Tuzoqqa tushmasligi kerak. Yoki qaysidir kuchlar sotib olmasligi kerak. Jamiyat qo'llash kerak. Buni tushunsa, jamiyat o'zi uchun, hammamiz uchun foydali, ammo aytganingizdek tushunmaydi. Buzuqchilar hech qachon odam bo'lmaydi, to'g'ri yo'lga yurmaydi. Ha, to'g'ri. Ilm uchun hukumatga, siyosat esa pulga, din esa obro'ga ishlaydigan bir davrda qaysi manba haqiqatni saqlab qoladi? Qanday qilib inson o'zini yolg'on tizimlardan himoya qila oladi? Odam tili yechim. Yo'q, siz yechim 100% yechim odam tili emas-da, ammo siz himoya qila olmaysiz. Siz himoya qilganingiz bilan o'zingizni himoya qildingiz ham deylik, ammo himoya emas, bunga qarshi siz chiqmasangiz yoki qarshi fikringiz bilan o'rtaga chiqmasangiz yoki undamasangiz hech narsa o'zgarmaydi-da. Siz o'zingizni himoya qildingiz, to'g'ri, ammo o'zini himoya qilib o'tirgan qancha aqlli idroklilar bor. Vijdonli, xoli o'zbekman degan odamning savoli shunday bo'lyapti. Haqiqat to'g'ri aytsangiz, jamiyat bunga tayyor emas. Qachonki jamiyat prezidentga, parlamentga ta'sir o'tkaza olsagina o'zgartirish mumkin. Jamiyat qanday ta'sir o'tkazadi? Jamiyatning vositasi faol shaxslar, jonkuyar siyosat bilan qiziqayotgan fikr odamlar. Ammo jamiyatning miyasini yo'yayotganlar emas-da. Jamiyat o'ylayotgan hozirgi ichkaridan grantlar yutib yoki o'sha siyosiy faolga aylantirilganlar emas. Ular aylantirilgan psevdopatriot blogerlar emas. Ular emas-da. Ular shunday siz ular orqali ta'sir o'tkaza olmaysiz, ming afsus. Son-sanoqli odamlar bor hozir. To'g'ri bo'lgan odamlar. Jamiyat buni tushunib yetish kerak-da, idrok etish kerak. Ongli bo'lishi, savol-javob, mahallalar, ya'ni savol-javobni boshlash kerak. Mahalladan boshlanadi. Sen nimaga o'tiribsan? Tuman, bu vazirliklar bu savollar berish kerak. Hal qila olmas ekansan, markazga men majbur bo'lsam bu narsani jo'natishga. Ya'ni bu narsalarni harakat qilish kerak-da, yoki so'rash uchun o'zi ham tashabbus ko'rsatish kerak, bo'lmasa qiyin masala. O'rgangan narsasini amalda qo'llashni ham bilish kerak. Jamiyat o'rganar ekan bu narsani amalda qo'llashni bilish kerak.
yoki gapirayotgan jurnalistlar buni sonini ko'payishda hissa qo'shishi kerak. O'sha joyi boylari, boshqasi ko'proq chiqishlari, ko'proq yetib borishi, ta'siri kengayishi, ya'ni faoliyatini rivojlantirish uchun hissa qo'shish kerak. Shu orqali biron narsa qiladi-da hukumatga. Tepadagi fikrlarimni ko'rinmadimi, o'qimadingiz? Ha, o'zingiz ham qo'rquv ohangida gapiryapsiz, mig'ir-mig'ir bo'liningiz bilan nimalarni gapiryapsiz? Yo'q, men ishxonada o'tiribman. Yuqori tepamda mehmonlar dam olyapti. Bu yerda soat qancha bo'ldi? Endi 8 dan o'tdi. Baqirib gapirsam, mehmonlarni bezovta qilaman. Azan turib olsam, o'shanda ham javob beray senga. Tushunyapsanmi? Baqir-chaqirga o'rganib qolgansan-da. Mol ishxonadaman-ku men. Hozir baqirsam o'z zotan ba'zan shikoyat qilishadi. Farruh sasi tepagacha boradi. Tepada eshitiladi-ku, mehmonlar yashayapti. Ular dam olishga kelgan mehmonxonaga. Men bu yerda amri ma'ruf qilib o'tiribman. Tushundingmi? Sen bu yerda trollik qilib o'tiribsan. Eshitilmayotgan bo'lsa, pastdan troll bo'lmaganlar yozardi. Tabiiyki sekin gapiraman. Tepadagilarni uyg'otib olmasligim kerak-ku. Eshak. Boshqa ish topa olmadingmi trollikdan boshqa? Uni ham izohlab beraman senga, nimaga sokin gapirayotganim. Tepada odam bor. Majburman sokin gapirishga. Tepamdagi xonaga, pastdagi mana shu ovoz shunday boradi, eshitiladi. Tepalar to'la odam. Paqim yetmaydi-ya shunga ham. Bu ishxonada o'tiribdi. Hay eshak o'g'li eshak deydi-ku. Eshak o'g'li eshaksan sen. Senda eshaklar o'ylaydi, baqirib, chaqirgan odam biron narsani hal qiladimi deb. Farruh o'tirgan joy ishxonasi, eshak o'g'li eshak. Men ishlayman mehmonxonada. Ishimdan tashqari bir foydali bo'layin deb bu ishlarni qilaman. Sen men bilan o'ynashma. Meni tilim rosa buzuq odam. O'ylama bunda sokin o'tirganimga. Rosa buzuqman men. Ayab o'tirmayman. O'shani aytib qo'yay. Men o'zimdan hech qachon muloyim yasamaganman. Buni ham bil. To'g'riga to'g'riman. Meni tilim shunaqangi achchiqki, xohlagan bir gap o'yiningni qila olishim mumkin. Qalampirdan battar achchiq bo'lishi mumkin meni so'zim. Keyin uxlolmay chiqasan eshitgan shirin so'zlaringdan. O'shaning uchun uncha-munchasi o'ynashmaydi. O'ynashadigan bo'lsa, oxirigacha boraman. Meni hududimga kelib o'ynashsa, u orqamdan gapiraveradi. Menga umuman qizig'i yo'q. Meni muhokama qilishlarini. Meni shu joyda o'ynashsa, eshitadiganini eshitadi. Bugun har kim o'zi uchun kurashyapti. Borliq yo'q davlat amaldorlari shuncha chaqirib chig'iriqdan o'tkazib qo'yiladi. Ular uyushgan holda qarshilik qiladi. Qaysi masala bo'lsa-da, chunki ularga barcha sharoitni biz berib qo'yibmiz-da. Hamma sharoitni berib qo'ygan xalqda, xalq oldida hisobdor, majbur hisob berish kerak. Tepadagi yozganlaringizni balkim ko'rinmagandir. To'g'risi ba'zi izohlar nimaga o'tkazib yuboradi. O'zidan o'zi avtomatik nimaga qo'shilgan. Tekshiruvga o'tkazadi. Meni basharammi? Sen nimasan-da? Eshak o'g'li eshak, sen nimaga o'xshaysan? Hezalak erkakmisan sen? Erkak odam basharasini nima qilasan? Ayol kishimisan? Ayol kishi aytishi mumkin. Sen eshak o'g'li eshaksan-da. Erkak kishining basharasi bilan nima ishing bor sen? Mol? Ayol kishi bo'lsa yozishi mumkin edi. Xunuksan, yoqmading deb. Sen erkak odam erkakka shunaqa yozadimi? İtsan debsan, mol o'g'li mol. Seni dimingni yoqmadi gapim. Sen haromilar, mana shu sen haromilar ishlayotgan mana shu hokimiyatda ishlaysan, sen haromisan-da. Hokimiyatda o'tiribsan, xalqqa xizmatga kelish uchun miya aynitib o'tiribsan. Sen padarlanat odamsan, sen padaringga minglanatsan. Seni tuqqan onangga, otangga nima eshittirasan-da sen kunti.
Shuni la'nat eshittiradigan hezalaksan. Bo'lgani shu. Va ketding mana uchib. Maza qildingmi endi? Padaringga ming la'nat sani. Ota-onangga tuqqan, ota-onangga la'nat eshittiradigan senday haromlar xor bo'lib o'lganing yaxshi bu dunyoda ham. Bu dunyoda xor bo'lasan, hali shoshmay tursan. O'g'ri bo'l, insofli bo'l degan bu menga ham ber deganim. Endi uni farqlay olasizda nima deganim. O'sha joyga men ham tushunmayman endi ba'zi terminologiyasiga. Mayli tushunganday bo'laman endi. Unga 100% javobim yo'q. Mayli, chunki bizda unaqa trollar unchalik ko'p emas, yaxshi. Ha. Men ichkariga kirib bitta yozib qoldi-da, mayli u ham yozaversin aslida. Yozgan hech nimasi yo'q bu. Yaxshi, unchalik ko'p emas. Ishga kelmagan, chiqmagan bo'lsa kerak-da hali. Mayli, shunaqa gaplar. Endi bu shunday, do'stlar, nima deymiz? Hammamizga insof bersin, ayniqsa ro'za-i Ramazonda savobdan qolmasdan shu savob uchun mana shu joyda o'tiribsizlar. Alloh rozi bo'lsin deydi-ku. Alloh rozi bo'lsin. Mana savob tagida qolib ketdinglar, albatta foydali. Bu ishlarimiz yaratgan bizga nimasini, buni ajrini o'zi bersin. Bu dunyoda deyolmayman, mana shu dunyoda bera qolsin bu ishlarimizni. U dunyoga yig'ib o'zi necha yildan buyon yig'amiz. Yig'ishadi, bilmadim endi. Mana shu dunyoda hayotimizni ham yashashimiz kerak aslida. Va kimki u dunyoni ko'proq gapirsa, bilingki, yolg'onchi aldar ko'sa bo'ladi. Mayli, sog' salomat bo'ling. Siz de sog' salomat bo'ling. O'shaning uchun savob uchun mana shu yerga kelganlardan minnatdorchilik bildiraman. Ya'ni bu hazil emas, to'g'ri ma'noda. O'shanday. Ammo din sotarlarga raqobatchi bo'ldim lekin. Ro'za-i Ramazonda. Endi bitta sandiq qo'yishim kerak. O'sha sandiqqa ham qo'ysam, ehson qutisini, uni oxirida qo'yamiz ana. Nima kechasi bor edi-ku? Nima kechasi edi? O'sha kechasi qo'yamiz. Ha, mayli. Ishga chiqavering, sog' bo'ling. Tushundim. Qadr kechasida sandiq ham qo'yamiz. O'sha kuni o'shanda haqiqiy raqobatchi bo'laman-da nimaga? Din sotarlarga. Soxtakorlar tiqilib yotdi. O'shalarga ham raqobatchi bo'laman-da. O'shaning uchun orqa varatdan gapirib yurishibdi meni, bilaman. Gapiraversin, ahamiyati yo'q. Mana bu yerga kelib endi asab o'ynasa, unga odam alam qiladi. Orqadan endi gapiradigan gapiraveradi, hech bir nimasi yo'q. Nima molada, gunohlarimni to'kadi deydi-ku. Ammo siz ham gapiryapsiz-ku, deysiz-ku. Bizaniki sifat, o'shani ham bilaylik. Ya'ni bir ikkita din zotorlar g'iybat qilma desa, unga ham javobni sizga universal javob bor. Uni ham aytib o'taydi. G'iybat emas, sifati deysiz. Mana shu joyda tepa-tekisda, ya'ni g'iybatga nima qilmaysiz-da, bu hammasi sifat deysiz. Ya'ni insoniylik sifati, siyosatdagi sifat, ya'ni sifatga yo'yasiz, shu bilan yutdingiz-da. Tepa-tekis. Ya'ni gunohdan qutuldingiz. Shunaqa. Komediya xullas. Negativ yozganlar hammasi troll bo'lmaydi-ku. Yo'q. Troll bo'lmaydi. U hammasi troll bo'lmaydi. Boyagi troll edi. Men uni izohlarda to'la negativ yozadigan tushunmagan odamlar, hali ya'ni fikri to'g'ri yemagani uchun yozadi. Men trollari yozishidan ajratib olaman. Siz ham e'tiroz bildirib ko'p yozib yurasiz izohlaringizda. Sizni troll demayapman. Misol uchun
dindor, ya'ni kimnidir muriti bo'lganlar e'tirozda, ya'ni bu hozirgi vaziyatdan e'tirozda, lekin kimnidir muriti yoki siyosiy kimnidir tarafkashligini oladiganlar misol uchun qarshi bo'ladi. Siz noto'g'ri gapirdingiz dedi, bunday edi deydi. U ham to'g'ri gap. U tarafkashligini olib, misol uchun bittasi bor edi. Jahongir akamni gapirdingiz, sizni so'kdi, unday edi, siz maqtagan odamlar bir tiyinlik dedi, haqorat qilib, endi so'kdi. U ham trollmasdi, ammo shundayda. Nima deyishim kerak unga? Misol uchun, unga e'tirozim yo'q, gapiravering misol uchun. Bu sizning fikringiz, ammo men demayapman-ku, men haqman. Ammo u fikr tashlayapman, ya'ni o'ylab ko'rish, biz savol berishimiz kerak. Meni savolim nimaniki hal qiladi. Qilolmasligi mumkin meni savolim. Siz mahallangizda berishingiz kerak. Men zotan mahallam, mana shu joyda o'tirishim meni mahalla uchun yetarli. Sababi ular biladiki, ertaga ustiga tushishim. Ular uchun xavf signali. Texnokratiya xavfli bu. Zaten bunu gapirib o'tdim. Qurol qilmaslik kerak deya boya amr ma'ruf qildik yani. Bunu tushuntirdik bu narsalarni. O'shaning uchun siz savol berishni mahallangizda, tumaningizda, ya'ni bir eshitgan narsalaringizni amalga ko'chirish uchun amaliyotga ham ko'chirish kerak-da. Aktiv bo'lgan yoshlar paydo bo'lish kerak baribir. Yosh katta bo'lsin, umumiyatdan savol beradigan, guruhlarda yozadigan, ya umumiy o'sha hokimiyatga o'zini savol beradigan, to'g'ri ma'noda. U bilan suhbatga, dialogga kiradigan. Sen nima deyapsan? Nima uchun buni hal qilmayapsan? Hal qila olmasang, nimaga o'tiribsan? Ya'ni bu savollar berilish kerak, ustida yozib berilishi kerak. Ya'ni siz aytasizki, bu bilan nima o'zgaradi? U ham sizga aytishi mumkin. Yozaver, nima o'zgaradi? Yo'q. Bu analitika qilinadi. Xalqda e'tiroz ko'payyaptimi? Qo'rquv paydo bo'ladi. Hokim ham buni haqqini beraylik, uni beraylik, buni o'zaro. Sizdagi aktivlik markazlar o'rganadi. Ikkita, uchta bloger gapirib o'tiribdi, u hech narsa emas-da, u hech narsa bo'lmasligi mumkin. Ammo sizdagi aktivlik bu amalda ko'rinishi kerak. Shuncha gapirgan gaplar, misol uchun 10 ta odam, 20 ta odam mahalla raisini mahallasidan tergay olish kerak. Maktabini tergay olish kerak, nima qo'ydi, nima qo'yyapti, ustidan yozib bera olish kerak. Foydasi yo'q demang, yozing. Shu e'tirozingiz bormi, yozing ustidan. Uni ustidan yozishda davom etavering, hech bo'lmaganda. Borib urishish shart emas-ku. Bu narsa amalga o'tishi kerak. Yo'l masala e'tirozmi, yozing. Ya'ni yozishlar, e'tirozlar ko'paytirib tashlashingiz kerak-da, jim yurmaslik kerak-da. Sukut rozilik alomati-ku, oddiy narsa-ku. Sukut, siz demak rozisiz. Shukr qil deyapti sizga, shib ketgan ular, siz zotan nima qilyapsiz? Shukr qilib yuribsiz. Yamaga tushib ichingizdan so'kyapsiz, yo xotiningizga kelib so'kyapsiz, bolangizga deyapsiz. Endi alamingizda mashinangiz ham ketdi, paqillab yamaga tushdi. Uni ichingizdan so'kib yo badduo qilyapsiz. U ish bitmaydi-da, u mantiqsizlik. U kelib olib yo aka-uka bir-biridan alam olyapti, yo otasiga baqirgan, yo onasiga baqirgan. Endi ichidagi alam qayerdandir chiqaradi buni. Buni to'g'ri ma'noda chiqaring deyapman-da. To'g'ri ma'noda chiqarish kerak. Ya'ni buni qilmayotganlar bor-da. Hech bo'lmaganda yozing ustidan. Siyosatga aralashding demaydi-ku endi. Siz bu yerga chiqib video qilib gapirishingiz shart emas uni. Sen bu yoqqa mana shu tushib ketdim, mana mashinam tushdi. Sen nimaga o'tiribsan o'zi mahalla raisiga? Sen bizga xizmatchi emasmi sen o'zi? Nima o'zi vazifang nima? Vazifangni menga gapirchi o'zi. Gapiringchi, siz vazifangiz nima? Uchastkavoymi, boshqami, uchastka nozirimi, boshqami, xohlagan qarshi chiqadigan bo'lsa, sizning o'z vazifangiz nima? Bu yerda o'tirishda muddo nima o'zi? Tuman hokimiyati muddo nima sizlarda? Siz shuni tushunmayapman-da hech. Buni bu hal qilish emasmi? Qaysi birini hal qilamiz? Muammozmi desa, qachon bu hal bo'ladi?
100 yildan keyinmi? Men o'lib ketgandan keyinmi? Kim bunga savolga javob beradi? Ya'ni bana shuni prямо ochiq bering-da. Ha, qaysidir сообщениялар nima o'chib ketdi? Bu o'zingiz o'chirdingizmi, yozganlaringiz o'chib ketdi. Mayli. Ha, yozgan o'chib, o'zingiz o'chirgan bo'lsangiz kerak. Mayli. Bugungi nima amr ma'rufimiz tugata qolaylik. 2 soatga yaqin bo'libdi. Sog' salomat bo'lasizlar. Yaxshi yomon gaplar uchun rozi bo'lasizlar endi. To'g'ri emasmi? Xafa bo'lib yurmanglar endi. Unday qildi, bunday qildi. Ha, hokimiyatdagilar sizlar ham yana xafa bo'lib, Farruh shunday dedi, unday dedi. Deb yurmanglar. Har kim o'zining ishini qilmasa, bu jamiyat chuqurga qarab ketadi. O'sha chuqurda sizda yashashga majbur bo'lasiz. Oligarx emassiz. Boylarga da insof bersin. Jamiyatga da insof bersin. Ro'za oyida duo qilib qolaman men ham endi jamiyatga da insof bersin. Ya'ni oqni qorani ajratish kerak. E'tibor berayotgan mablag'ini Rossiyalarda ishlab o'sha otarchilarni boqmang. Ana bermang-da, yoshlarga bering, kitob oling, ta'limga farzandlaringizni yo'naltiring. Buni iltimos qilib qolaman. Qo'llab-quvvatlang yoshlarni, yaxshi o'qiydigan, muhtoj bo'lgan kichik o'rtakashlar orqali birovga biron narsa bermang. O'zingiz o'shalarni imkoni borlar o'sha nimalarni qo'llab-quvvatlagani ma'qul. O'zingizni mahallangizda bordir. Mahallani muammoni ortida yurganlar bordir. Bularga advokatiga yordam qiling. Misoli, xolis odamlar bo'lsa, uni ham aprisi inson ajratsa bo'ladi-ku, kim hapris, kim ya'ni uni ajratishni ham o'rganish kerak. O'shani ajrating-da. Bir insonlar uchun, jamiyat uchun foydali bo'layotgan fidokorlar bo'lsa, o'shani orqa orqadan qo'llab-quvvatlang. Soxtakor, so'zamon, sizga aql o'rgatib ishlagan tishlaydi, ishlash kerak, unday qilish kerak deyotgan bo'lsa, yaxshi, sen unga unaqa odamlarni dastaklamang. Ishlab yurur, aqlingni boshqa joyga tiqib qo'ying. O'ziga ham ayting. Misol uchun, mahalla kuyda hech bir jamiga borib biron narsa bermang. Voy, qorimiz tarovih o'qidi, unday o'qigan bo'lsa, kim majburladim birov o'qimasin. Olib bermang, mahallaga bering. Muhtojlar ko'p haqiqatdan. Yoshlar bor, yoshlarni qo'llash kerak. Qo'llang yoshlarni. Yani bu ishlarda siz buni tushunib qiling-da, tushunib qiling. Katta hasham qilmang bu narsalar. To'g'ri mablag'ingizni ham yo'naltiring. Buni ham uyingizni yaxshilang, sharoitini yaxshilang, farzandlaringizga yaxshi imkonlar, sportga, boshqa narsasiga yo'naltiring. Buni sizdan qanday chin yurakdan buni tilab qolaman sizlarga. Misol uchun, shu rivojlanish o'z-o'zidan bo'lmaydi-da. To'g'ri yo'nalsak, mana unaqa iprisqi, qalandi, qasandiqlarni otarchisi bo'lsin, ko't o'yinchisi bo'lsin, nimasi bo'lsa-da, siz buni qo'llayapsiz, siz bunga beryapsiz, boshqa hech kim. Jamiyatdagi insonlar beryapti. Siz bulardan qo'lingizni olar ekansiz, bular ham to'g'ri yo'lga tushadi. Ya'ni bu haqiqatdan zarur bu narsalar. Bu borada soatlar va har doim oyda bir men eslatib turaman albatta bu narsalar. Gapirish kerak bu narsalar. Mayli, sog' salomat bo'linglar. Uy tarafdan o'chirar ekanman. Bu yerdan o'chmas ekan. Sog'lik, salomatchilik hammangizga. Sog'lik, salomatchilik deydi-ku xorazmchasini. Shu gaplar. Mayli, sog' bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun. Ajratgan, shuncha vaqt ajratib o'tirganlar bor. Alloh ajrini bersin. Mayli. Ko'rishguncha.